Assalomu alaykum Rabia ana, bugun sizni Parijda ko'rib nihoyat xush bo'ldik. Aldi bilan sizni Yevropa kelganingizni qarshi olamiz. Xush keldingiz. Bugungi yig'in garchi biz biroz kechikib qolgan bo'lsak-mu, lekin yig'inning kayfiyati qarasak nihoyat qizg'in, kelgan odamlarning soni favqulodda yuqori bo'libdi. Aldi bilan bu yig'inning ichilish sababi va buning ahamiyati to'g'risida bizning ko'rganlarimizga bir qancha so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Bu yig'inning odamning jiq kelish, oz kelish masalasi emas. Shu yig'inning buningdek yig'inga uyushgan odamlar kelgandan keyin yig'inni uyushtiruvchilar va tashkillovchilarning shu yig'indan yoritadigan mazmuni xalqqa nima qilib bermoqchi, shu eng muhim. Bu yerda odamda 10 kasmi yoki 7 kasmi u muhim emas, yoki 500 kasmi u muhim emas. Ular taqab ketadi, ya 2 kun anglaydi, ya 1 kun anglaydi. Chunki 13 yil jarayonida yoki 50 yil jarayonida bundaq yig'inlarni men to'l ichib, bularning hammasini qog'ini uchib ketib, eng oxirida ash yig'inni uyushtiruvchi, ishni qilmoqchi bo'lgan planlagan bir necha odamning uningdan keyin qiladigan masala ustida ish shu yerda ekan deb men asosan o'zimning tajribamga asosan shunday qarayman. Shunday bo'lsa-mu, shu yig'inni uyushtiruvchi uning maqsadi kelgusi qilmoqchi bo'lgan o'zining qiziqligi, o'zining otgan fidokorligini hisobga olib, biz jamoat dunyoning ham yerdan keldik. Men bu yig'inninki yo a'zosi emas, yo vakili emas, men bir qatnashchi kelib qatnashchi. Endi men mayli namoyish olsun, mayli uzun yo'llik namoyish olsun, mayli safar qilayotgan shu erkinlik karvoni bo'lsin, mayli Gollandiyadagi sizlarning namoyishinglar bo'lsin, mayli Salihning Amerikadagi namoyishi bo'lsin, mayli bir imzo to'plash ishi bo'lsin, mayli guvohlikdan o'tish ishi bo'lsin, menmi bir pidakar endi shuning orasida. Bu yig'inga bu shu pidakar sifatida keldim. Ham bir ona sifatida qo'llab ro'yjatdim. Bir inson shu hozirgi vaziyatda tashkilotlarimizning ichida ish qila olayotgan tashkilotlarimiz bor. Ish qilolmayotgan tashkilotchilarimiz bor. Nihoyatda minib zodi ham ishni mang'iz olayotgan. Chunki hamma ish o'zingiz bilasiz, muxbir apandim, iqtisodga bog'liq. Ba'zan tashkilotlarda iqtisod bor. Bo'g'anlik uchun uyabiyaga ming pesa ishlarni qilyotdi. Ba'zan tashkilotlarda iqtisod yo'q, o'zining imkoni bo'yicha qilyotdi. Ba'zan bolalar o'zining amgiki fidokorlik asmi shuni erkinlik karvoni degan bir mo'chan pul yo'q. Dunyoning ham yerini o'ylanyapti hozir. Hammasi o'zining yonchiqidan chiqarib qilyotdi, qaranglar. Masalan, sizning televizor istansiyangiz shunday qilyapti fidokorliklar. Guvohlikdan o'tadiganlarga men hayron qilyotganim, shu Turkiyaning ichida 3 ayollar bir guruh bo'ldi. Bir efendim Qashqarlik o'zi şu kişimi bir grupni Gollandiya bilan birlashib bir guruh quribdi. Bu shu ayollarni shu xalqni guvohlikdan o'tkazyapti. Shuning ahamiyatini emas bir fidokorlar oqimoqqa chiqayotgan vaqtda shunaqa bir paytda Setim Turk bu yig'inni ochsaq dedi. Endi o'zingizlar bilasiz, butun dunyo xalqi biladi. Men shu dunyo qurultiyidan ayrilish vaqtida shu Oliy Kengash e'lon qilingan Gollandiyada, muxbir apandim siz bu Gollandiyada ham şu Oliy Kengash e'lon qilgan vaqtida Germaniyada bizning mening farzandlarim ularni ayrim bir qurultay e'lon qilgan vaqtida men qurultayning raisidim. Men bu yerda ikki bo'linib ketmasin degan maqsad bilan bir tarafni badal to'latay deb men shu fidokorlikni qanchalik qiyin ahvolda qolganligimni bilgan bo'lsam-mu, o'zimning onalik, rahbarlik va shu nizahni tugitaman degan maqsad bilan nihoyat cho'ng umidlar bilan men oldi bilan o'rlashtirgan Oliy Kengashni bekor qilib tashladim. U Oliy Kengashda sitlar o'rlashtirib yerda ham qilgan shu pullarni shu Gollandiyani pul yig'ib to'lab ketdi. Bular nihoyat azar yedi. Shu Oliy Kengash o'rlashtirgan 15 tashkilot sirti qoldi endi. Germaniyada ichilgan dunyo qurultiyining yig'iniga qatnashamadi. Shuningdan tortib bu jamiyatda ushaq gap talash tortish ko'p bo'lib ketdi. Ham bular bir ish qilish kerak ekan. Bular biz bir ish qilamiz birlashib deb, bular yana 8 oydan beri cho'ng bir tayyorlik qildi bular. Qilgandan keyin uning ustiga Setim Turkni o'zingiz bilasiz, dunyo Uyg'ur qurultiyining qurg'ichilarining biri. Ham dunyo Uyg'ur qurultiyining birinchi ma'mur raisi ishga qaror bo'ldi. Hem anındaki kuchli siyasetçi Türkiye'nin içinde siyasi işler bilen şug'ullangan vaqtida Setim Turk mayli Taylanddan adam yo'tkaydigan masala, mayli turmudan bola chiqardigan, mayli Suriyadagilarni qutuldirib qoladigan nurg'un ish andikin musofirlarni akab olaydi Uyg'ur mahallelari ichib lojman degan va
Qaysariyda 2000dan ortiq odamni Türk xalqining ta'minoti bilan boqadiganqa 2-3 yildan beri shuni qilib ketyapti. Shunga bundaq bir tirishchan, fidokor uzun yillardan beri o'zi tashqi dunyoda, vatanimizda tug'ilmagan, lekin sirtda tug'ilgan Uyg'urchisi shundaq 100%, ham shu Turkiyada tug'ilgan Turkiyachisi 100%, ham siyosatchilar bilan xalq o'tirdiki ishlarni shundaq qila oladigan bir mohir odam shu da'vodan ranjib chiqib qolmasin, da'voyimizning bir qonati bu deb men bularning bu qitimliqi yana bir tashkilot qurib ular birlik kelishmagandikin har birisiga birisi ega bo'lib olmay hamkorlashib ishlash. Tashkilotlar masalan ularni qo'ldan kelganini qilsa, hozir xalqimizning ahvoli ig'ir. 5 kun shunda ig'ir vaqtida bir 5-6 odam biz buning hududdan chiqamaymiz. Hatta 10 odam chiqamaymiz. 30 odam chiqamaymiz. Biz yüzlab, minglab, 10 minglab chiqsak chiqamaymiz. Millionlab o'tirg'i chiqishimiz kerak. Shunga men Sitim Turkninki mush o'zimning 15 tashkilot bilan qurib, menmi yana bir boshliqni to'shqizaman deganiga men qo'shildim. Chunki Sitim Turk Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Olmalar jamiyati, Ma'arif jamiyati, akademik va boshqa butun dunyoda tilga elib turib, sizlar kelinglar, qarshi olamiz, mishada ittifoqlashib, biz mo sizlarning yig'ininglarga berib, sizlarmi bu yerga kelinglar, mushundaq birlik qilayli, hamkorlashaylik degan chaqiriqni so'zlab chaqiriq qildi. Endi unda chaqiriq qilgandan keyin hozir xalqimizning beshida shundaq egri kun bo'layotganda, albatta boshqa tashkilotlar buning moslashadi. U talash tortishni tashlab bo'ldi. İttifaqlashaylik, hamkorlashib qilaylik deydi. Chunki bu yerga keldigan odam 200 dak odam keldi, o'zingiz ko'rdingiz muxbir afandim. Hech qachon xalq dushmani emas. Hammasi bir ish bo'lamiki deb keldi, umid bilan. Maningda umidsizlansa, aning umidsizlanma. Xalq ashunaq bir bo'shliqni to'shqizimiz deb keldi. Her holda bu tashkilotda Sitim Turkninki mushu mustaqillik harakati degan bir tashkilotning maydonga chiqib sürgündü hükümetle ittifaqlashimiz dedi. Siz o'zingiz bilasiz, muxbir efendim, sürgündü hükümet kurulg'iri 14 yıl oldu. 14 yılning mobaynida boyoqning orlig'ida jidal majalar yili 3 ga bo'linib ketayotgan, yili 2 ga bo'linib ketgan, o'li munda bo'layotgan bu ularning namusi emas, butun Uyg'urlarning namusi. Uni bir taraf qilish yoki aplashtirish yoki rasmiy sürgündü hükümet qilib turg'izib chiqish yoki yo'qotish hammamizning majburiyati. Biz sürgündü hükümet, Sharqiy Turkiston sürgündü hükümet degan bizning xalqimizning sharaf nomi. Biz uning ichidagi odamlarni emas, oshish bir nomni qo'g'dishimiz kerak. U ulug' bir nom. Chunki uning ichidagi odamlarning 16 yildan beri mushni har qanday qiyinchiliklarda talash tortishdi. Buni yo'qotib etmay tutib turdi. To'g'anlik uchun biz hamda hozir xalqimizning mustaqillikka ehtiyoji bor. Xalqning tashna usab ussizlikdan shu qumliqlarda og'zi chaqchaq bo'lib ketgandek vatanning ozodligiga haq oshunda ussizlikda tashna bo'lgan bir davrda xalq mustaqillik shuari va mustaqillik sadosining qishida. Hem dunyomi bizning mushunda qattiq qiynalayotgan vaqtimizda yana Xitoy bilan birga o'timiz degan gapni demaydiganligimizni bildi. Bizning mustaqilchi ekanligimizni, lekin kishilik huquqni bizni ilib berayotganimizni dunyo biladi. Biz dunyoga hozir vatanimni bugun mustaqil demidik. Hech qachon. Bizning maqsadimiz mustaqillik dedik. Lekin hozir bo'layotgan vaziyatda lager mundaq bo'lyapti. Bolalar mundaq bo'lyapti. Turma mundaq bo'lyapti. Ocaqlarını saldı xalqimizni ko'ydirganga, narsidi balla ota-onasidan bo'linib ketdi. Xalqimizning tuqqanlari munda halqa qoldi. Ko'chalarda erlar qolmadi. Mushlarni qutuldirib berdi. Dunyoga mayli Amerika Kongresi, mayli Amerika Tashqi ishlar ministri, mayli Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, mayli Oqsaray, mayli kishilik huquq tashkilotlari, masalan, Human Rights Watch deymiz, Amnesty deymiz, Freedom House deymiz, bütün kishilik huquq tashkilotlarining ishkin teshvitimiz biz. Shularga material tayyorlab, ashlarga minib yurib, biz kishilik huquq masalasini xalqimizni anlatyapmiz. Hozir biz kishilik huquq deganda o'tib ketdik. Shaxsan men o'tib ketdim. Nima uchundan? Kishilik huquqdan bizning ishimiz bexatarlik olib o'tib ketdi. Chunki biz so'yqirim bo'lyapmiz, genocide bo'lyapmiz, milliy qirg'inchilik bo'lyapmiz. Biz hozir madaniyat yoki din ustida izlanayotgan ish yo'q. Chunki necha vaqtdan Xitoy andaq bo'lginchilarni qildim, bunda qildim, ushqul kishilarni deganda, hozir muzikantlar, yozg'ichilar, olimlar,
san'atkorlar, kitob yozadiganlar hech qaysini qo'ymay tutyapti. Endi eng oxirida Xitoy yana hozir nima qilyapti bizning xalqimiz bilish kerak. Savdogarlar. Boy savdogarlarni qirvatdi hozir Xitoy. Hatto ularning pulini elib, oya chiqib qolsa iqtisodni surishtirib o'zini o'ltiryapti. Bolalari bilan oilasi bilan o'ltiryapti. Biz mushni anglatish uchun biz bir tashkilot 6 odam. Masalan, Ma'rif masalada misol keltiraylik. Ma'rif bola o'qityapti. Yetim bolalarga qarayapti. Kambag'allarga yordam qilyapti. Uning o'zining yetkichi ishi bor. Uyg'ur ozodlik uchun chopolmaydi. Shundaqmi? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kiryapti. Yevropa parlamentiga kiryapti. U report tayyorlab, u qo'lning yetkincha $300,000 bilan ishga adam bilan butun Uyg'urning hozirgi masalasini bir taraf qilib qo'ydi. UNHCR deymiz Amerikada. Hozir Nuriy Turkal deganning aşı muxbirlarga so'zlab o'tdi. Guvohlikni o'tib o'tdi. Tashqi ishlar vaziri Ömer Qanat degan report e'lon qilib Birlashgan Davlatlar Tashkiloti hammasi qotdi. Hech ish qilmayotdi emas. Shuningmi yana texi nurg'un odamlar chiqish kerak. Abdusalom afandim, muxbir afandim. Nurg'un fidokorlar o'tirg'i chiqish kerak. Buni to'liqlab biz jiddiy tutmasak xalqimizga 10 odam bilan 30 odam bilan yoki ishchi tashkilotlar ulgurmaymiz. Shu chiqaman deganlarni bo'lginchilik qilmaslar. Jidal majara qilmaslar. Bir-biriga qarshi chiqib adolat qilmaslar, biz qo'llashimiz kerak. Biz hozir buni qo'llamay. Bugun biz Setim Turkning bu tashkilotni o'zang nima qilib tashlasa, boshqa bir nima chiqib qolsa qanday qiladi. Shuning uchun uni yaxshi tarafga, xalq ish qildigan tarafga moyil qilishimiz kerak. Men shunga Solihning oqida turishdagi sababim bu. Shu, yosh bola bir xato ishni qilib qo'ymasin deb. Buning oqida turishdagi sababim bu shu. Bu bir bo'lsa bular bilan ittifoq yaxshi bir ish qilib davomlashtirsin deb. Siyat yana siyosat qilishim kerak. Turkiyada, hozir Suriyada qarindoshlarimiz bor, Iroqda qarindoshlarimiz bor, nimada bor, Taylandda bor, Malayziyada bor, Misrda bor, Arabistonda bor. Mush ishlarni yana qilishim kerak men. Shunga men Istanbulga ko'chib kirishim kerak. Bu yerda ishxona etishim kerak. Buni qurib, men buni surgunda hukumat bilan hamkorlashib, mukammal bir narsani chiqiraman. Hammamiz bir-birimizla hamkorlashib ishlaymiz deganlik uchun biz keldik. Uning mazmuni yaxshi. Bu yig'indan tugaganda bir muvaffaqiyatli bir tashkilotning, muvaffaqiyatli bir shundaq parlamentning muvaffaqiyatli surgun hukumatning kelgusida o'tirg'i chiqishini umid qilaman. Men butun hammasining yana hamkorlashib ishni ishlashini umid qilaman. Mening xapoladigan vaqtim o'tib ketdi, xapolishdan o'tib ketdi. Burun bo'lsam boshda kelmaydigan ishlarga men xapolatdim. Hozir uning xapog'ul cho'lam yo'q. Yürekimden kan eqiyotdi. Hem balalarımның qini, hem xalqimning qini. Hem ko'zim yig'layotdi, hem yürekim yig'layotdi. Bundaq vaqtida ish qilaman degandan qashib turib ish qilib berdim. Maqsad o'ylashga vaqtim yo'q. Kechsimi shu WhatsAppni açsaq yig'laymiz hammamiz. Men emas, siz emas, har qanday Uyg'ur. Hozir undaq bestalashib, o'zimizni ko'stib, ko'ranglab men onu qilibman. Sen meni qilasan deydigan vaqtimiz emas. Men ishinamanki mening xalqim, mening atrofimdagi mayli Siyitning qurgan tashkilotlari bo'lsin, bu mayli dunyo o'rqulti bo'lsin, mayli Ma'rif bo'lsin, mayli u boshqa tashkilotlar bo'lsin. Men o'ylaymanki, hammasining yuragi qon. Hammamizga ma'lum Rabiyana, sizga Dunyo Uyg'ur qurultiyida Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi bo'lib ishlayotgan 13 yil ishladingiz. Shundaqmi? Shu 13 yil jarayonida Seyit Tomturk apandim sizdan birga muavin reis bo'lib ishladi. Undan keyin o'tgan yillarda internetlarda bo'layotgan gaplarimizni hamma xalqimizning muhojiratga Uyg'urlarning xabari bor deb o'ylaymiz. Undan keyin bir qancha qatim Oliy Kengash ichildi, ichilmaydi degan egiz pastliklar bilan toki bugun kungacha keldi. Ya'ni bugun bu yig'i rasmiy ichildi. İçiliş jarayonida, içiliş murosimida biz ko'rdikki, yig'inning tartibi, xizmat qilish temalarni yaxshi plan qilingan va nurg'un vatanparvar ziyolilarimizni ko'rdik bugun bu yig'inda. Ya'ni shu içilish murosimida bir kayfiyatni ko'rdik. Ya'ni bir kuchli bir qo'llovchilari bor bir guruh odamlarningki bu yerda yig'in ichayotganligini his qildik. Hamda siz degandek, masalan, shu qitimliq mustaqillik hareketi g'albilik oldi saylanlarını bitirgandan keyin, ya'ni Yevropa dunyoning har qaysi yerlarida ish harakatlarini boshlaydi. Buni da ya'ni Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va bu mustaqillik hareketi ikki cho'ng tashkilot bo'lib, xalqaro tashkilot bo'lib chiqib
da'vo qilish jarayonida o'zaro bir-biridan to'qinishib qilish ahvollari bo'ladimi? Qat'iy bo'lmaydi. Hamkorlashib uning qilinmag'i ba'zan narsalar bu yetishmaganda birlik qiladi. Buning bu qilmaganda bu qiladi, bu qilib yana birisimi chiqish kerak hatta. Hiç bulamaydı mesela de. Mesela İslam dünyası bir teşkilat kuruluştu. Məxsus Arap dünyası meselini anlatış için. Oylap bakın dünya hukuku hazır onun yetiş bulamaydı. Bu bir onun yetiş bulamaydı. Məxsus Arap dili okuyan ballar Mısır'daki adada kokmasa muşu Avrupa'da aşındak məxsus Arap dünyasına Uyghur meselesini anlatıp Arap halklarının İslam dünyasını kozgaydıgan bir nersini kuruluşu gerek. Çünkü hazır dava bək çoğun. Muhbir efendim dava bək çoğun. Bək iğir vəzifimiz. Biz bütün həmimiz o təşkiyin həmisi yığılıb bir yer kelib alıdı. Hazır bizning mushundaq partizanistiki dəhşət tirişidigan vaqtimiz. Yoshlar harakati, xalq harakati qo'zg'aldi. Ko'rdingiz. Nima taqashdi? Foydasi bo'ldimi, ziyni bo'ldimi? Bütün dunyoni qo'zg'atdi. Zodi biz uni bizni u davrda o'tkatdik. Aşk birbirimizni yig'in ichiblar, chiqiblar, ani qiliblar, maparlarni kirib qilgan ishdan o'tkatdik. Uning bilan biz uning natijasini xalqqa beramidik. Biz shunday natija chiqaramiz deb tirishdik. Ish qildik, lekin nima natijasi bo'ldi? Dünya Uyg'urni to'nigandan boshqa natijasi bo'lmadi, efendim. O'zimni aqlasam bo'lmaydi. Boshqalar. Men 13 yil o'zim rahbar bo'ldim. Dünya Uyg'ur qurultiyiga va butun dunyodagi tashkilotlarga. Endi Ma'rif jamiyatiga deylik, Ma'rif jamiyatini bugun kurulgandan ta hazırgıcı. Yetim ballar köpeydi. Azaymadı. Kan yıkılaydı adam köpeydi. Eğer onun neticesi olgan olsa yetim ballar tügep kesin bulattı. Ona netice deyimiz. Endi olmalar cemiyetine değil. Olmalar cemiyeti degen Suriye görüp ölüp atkan ballarını tutup kalalıgan bolsa, mınlıgan, 10 mınlıgan adam eşedi ölmegen bolsa, bula özü təlim tərbiye bile aşını kutuldurup kalalıgan bolsa, onun netice deydi. Lekin ondak mı olmadı? Ölüdük Allah 10 mınlap 5 minglab ölüp ketdi qarindashim. Endi biz Dünya Uyg'ur qurultiyi deylik. Biz mi qildik? Biz xalqimizga yordam qilamiz deb kuchimiz yetgan hammani qildik. Men Amerikada Ömer Qanotda bir haftada 2 qitim hukumatga kirdigan yerim. Biz bir kun 8 soat boshqa yugurib qildik. Lekin natijasi bo'lmadi. Natijasi bo'lmaganlik sabab nima? Birsi oz kelib qoldik. Bir to'pla odamning qo'lida kelib qoldi. Qolganlar uyg'onmadi. Biz mi uyg'otamdi, qolganlar uyg'onmadi. Yani ko'z qo'qab, mushaq qilib qarab o'tasak, ashlar birni chiqirib birdan o'xshat. Biz chiqirib bo'lmadik. Dunyoga tunutdik emas. Lekin natijasi bo'lgan bo'lsa, bugun bizning xalqimiz lagerda bunda qirilmaydi. Biz buni qutuldirib qola oldik. Biz buning ixro bo'lishimiz kerak. Abdusalom efendim. Natijasi bo'lgani yo'q. Balkim bizda xatoliklarmi o'tgandi. Tezdan biz yoshlarimizni tarbiyalab o'tirg'i chiqamagan. Ciddi xalqni harakatini qo'zg'amagan xatoliklar mendan o'tgandi va bizdan o'tgandi. Shuni men bu fidokorlarning ko'plab chiqishini, bo'shliqlarni to'shqizishini, hatto Rossiyada bir tashkilot qurilib, ruslarni qo'zg'ishini, arab dunyosida birsi qurilib, arab dunyosini qo'zg'ishini, Malayziyada qurilib, Malayziyada dunyoni qo'zg'ash uchun Uyg'urlar harakatga o'tishini, tashkilot degan hozir xalqimizni qutuldiradigan bir payt kelganda birdan birga kelamiz. To'g'ri deysiz. To'rlarda sosyal medialarda ko'ryapmiz. Bir turkum odamlar ham shunda qo'ldan nima kelsa, har qanday odam mayli shaxsi o'z oldiga bo'lamdi yoki tashkillik oldi bo'lamdi chiqib qo'ldan nima kelsa shuni qilish kerak deydi. Yana bir qism odamlar aytdiki, bizda bir markaziy tashkilot, kuchli bir markaziy tashkilotimiz bo'lishi kerak va butun Uyg'urlar shu markaziy tashkilotga to'platilgan asosda davarimizni yurgizsak, texnik kuchli da'vat qilgan bo'lamiz. Albatta. Xalqning da'vat qilimi rost. Shunday kuchli bir markaziy tashkilotimiz bo'lishi kerak, shunday kuchli bir liderlarimiz bo'lishi kerak. O pişip yetilmedi efendim. Rastın desek buludu biz. Şundak pişip yetilgen adamlar çıkıp bulanmadı. Arığımız hazır parçalanıp gitti. Biz, men ve şu bizim ballarımız hemen biz bir yerde boğan bulsak, şundak merkezi teşkilatını kurup, kıgan bulsak buldu biz çeçilip gittik hazır. Eğer bizden halkımızdan hazırki vaziyetimizdeki rehber buluduğun adamlarının şundak salayeti toşkan adamlar boğan bulsa, şundak kuşluk iqtidorli siyosiy yo'llarimiz bo'lgan bo'lsa, shu siyosiy yo'llar hammasi biz bilan birga yig'iladigan bo'lsa, biz muzokara qilib oramizdan shunday odamni chiqargan bo'lsak, bir-birimiz bir nima demagan bo'lsak, bu markaziy tashkilotning qurilishi zarurdi. Lekin hozir meningcha uning imkoni yo'q.
imkoni yo'q bo'ladigan sababni hozir ben piyada tushirib, xalq tushuntirib, xalqning yuragini og'ritgim yo'q. Hozircha fidokorlarning chiqib turg'ini qurilsin. Dünya hukukimi 11-ayning yig'ini ochdi ekan. Ana ma'rif bor ekan, olmalar bor ekan, yana birisi bor ekan, yana birisi bor ekan. Bir pulami hamkorlashib birga ish qilsin. Siyitlarni 15 tashkilot bilan bir ish qilib baqsin. Bir kuni shunda ish qilib, o'zi tabiiy holda yetiladi bu. Tabiiy holda bular cho'qim shundaq bir pishib yetilganda, haqiqiy shundaq odamlar o'tirg'i chiqib, buni qo'liga oladigan egisi chiqadi. Bu tashkilotlarni u kimdan chiqadi desangiz, mushu yoshlardan chiqadi. Mushu asrda, mishada hozir mushu g'arb dunyosida cho'ng'igan, kallasi uchuq, fidokor, o'zini urib turayotgan, ishni qilsaq deydigan, mushu g'arb dunyosiga yoki Turkiyada bo'lsa, turk dunyosiga, arab dunyosi bo'lsa, arab dunyosiga ishni tushiralaydigan fidokor yoshlardan markaziy tashkilot quradiganlar chiqadi. Endi bizlarning mushu davrdagi men bilan qilganlarni men ko'rdim. Quradiganlar ba'zilari night savisi va fidokor emas. Mushundaq o'tib ketadi endi qilib. Ba'zilari o'tiral savisi va fidokorlik qilganda ko'rinadi, lekin unda iqtidori yo'q. Men efendim nihoyatda yaxshi baho bera olaman. Bularga nomerni men o'zim qo'ya olaman. Agar mushlarning orasida shundaq pishib yetilgan xalqni yetaklay oladigan odam bo'lgan bo'lsa, batdi. Shundaq odamlar batdi, buni yaqin keltirmadik. Tashkilotning ichiga kiramadi bu odamlar. Shunchalik iqtidorli yetib ketadigan odamlar batdi. Hamda hozir bundaq sharoit ostida meningcha hozir markaziy tashkilotning 3-4 tashkilot o'zi birlashib qurib olaman desa, u o'zining ishi. Do'stlar deb taraf tutib qurib olaman desa, u o'zining ishi. Lekin yana boshqa tashkilotlar bu yoqda qurilgandan keyin, boshqalarni quvvatgandan keyin yoshlarni chiqib qilish kerak. Bu markaziy tashkilot deb hozir yoshlar harakatini olib shatirimizga tiqib olsak bo'lmaydi. Yoshlar harakatini qo'yib o'tish kerak. Bundaq ustunlik bilan, yolg'onchilik bilan bir markaziy tashkilot qurdigan bo'ldik deb hozir fidokorlik o'tib, o'tda chiqayotgan yoshlarni opirib tiqib qachilab qo'ysak, bu davoni o'ldiramiz. Shuning uchun yoshlarni o'ziga qo'yib o'tish kerak. Yoshlar dunyoda o'z oldiga intayin kuchli tashkilot qurib, hamkorlashib ishlab, andikin birlashib biz markaziy tashkilotni ittifoqlashganda qurib chiqishimiz kerak. Ya'ni markaziy tashkilot bütün dünyadaki Uygurlar hammasi o'zaro moslashib tabiiy holda hosil bo'lish kerak. Yana masalan, hech bo'lmaganda bütün qarama-qarshi bo'lmaganda umma tashkilotlar qurilib, hammasi bir-biridan og'rinmay bir yerga kelib, hammasidan iqtidorli vakillarni chiqarib, o'sha to'pada qurilib chiqsa bo'ladi. Hammasi saylan bilan, demokratiya bilan sening tashkilotingda kuch kim bor? Xalq yoshlarni baholab ochiqsa, yoshlarni ochiqsin, yoshlarga mas'ul Çoğlardan açıksın, çoğlarga mas'ul, ayollardan açıksın, ayollarga mas'ul. Bunda özü xalıqa adamni tallab dostlarımızda akilib markaziy tashkilot deb qurib olsak, xalqqa ichimiz og'irsin, ey. O qon to'kilayotgan, o jon berayotgan xalqimizni undaq chaqchaq o'ynasak bo'lmaydi. O'ynatsak bo'lmaydi. Hozir biz xalqni o'z ixtiyoriga qo'yib, pishib yetilishga qo'yib berishimiz kerak. Hozir xalqning uyg'unib pishib yetilayotgan vaqti. Hozir ziyolilarimizning uyg'unib pishib yetilayotgan vaqti. Hozir yoshlarımızın uyg'unib pishib yetilayotgan vaqti. Hamma odamning talpinib ittifoqlashsakkan, birlashsakkan deb men uyimda kech kunduz shuni o'ylayapman. Shunga hozir meni tillab chiqyapti ba'zanlar. Haqorat degan shunda bo'layapti. Parvoyimga kirib chiqmaydi. Anglabmi qo'ymayman. Nimishqa? Osh odam bilan ittifoqlashish mumkin. Chunki u lagerda o'lmay hayotga qoldi. Hiç bo'lmasa men tillay oladi. Men uchun osh men tillayotgan g'animat deb o'ylaydigan bo'ldim. Endi ishimizni Xitoy ma'lumotdan qimmat desak bo'lmaydi. Abdusalom efendim, zod bunda ish yo'q deb terikib ketirgan ba'zanlar. Undaq desak bo'lmaydi. Bizning parchalanishimizga, ishimizning ma'lumotdan bo'lishiga, bir-birimizga qarama-qarshi bo'lib ketishimizga Xitoy bevosita qo'l sep qilyapti. Bizni zodi birlashgani qo'ymayapti. Bir yerga akagili qo'ymayapti. Bir-birimizni kechirishga qo'ymayapti. Nayt yuqori saviyalik, nayt ustun inovatli odamlarni markaziy hukumat Beijingdan serib, aramizga bizni parchaladi. Hech qaysi inqilobchim yomon emas. Mayli dunyo huquqining ichida bo'lsin, men olim bilan, Ömer bilan, Nuri Turkal bilan 13 yil Amerikada ishladim qarab. Masalan, radioda hozir Rabiya xonimni bermaydi deydi. Lekin olimning men bilan 13 yil ishlagan vaqt qanday vatanparvarligini men bilaman.
Bir adam kelib, olim сөйтіп radioning boshlig'i. Vatanparvar emas desa, men uni urib qo'ymayman. Sen nima unda deydi? Shunchalik hozir javob. Muxbirlarga javob beradigan bo'lsa, Xitoylar bilan munozarasi onu-manasini qo'yib o'tadi. Har qanday muxbirning oldida mag'lub bo'lmaydi qara. Әмір қанат, әр қандай сиясаты пішіп кетілді, үйәбиялар білді барады. Мен әм ішті білді қылдым. Нури Түркен, әм өзінің адвокатлығын оқып, әм оны қылды. Әнді бұл Салих шықты, яш бала. Яш бала оған біле, шу қадар 4 ай, әр күні шығып, 25 яшлық бала тұра алам ба? Bir insanın karakterini hesaplaşı gerek, lakin onun pidakardılığını hesaplaşı gerek. Onun karakterini tüzüp alımız, küçük nerseler o. Eğer muşunda pidakar bulup yetişse, tüzelse, o muşunda yaxşı bir adam bulup koşuldu. O karakterdeki o gap kesili, bu gap kesili olsak mı? Adamların, ben Seyit'in karakterde bir iş yok mu? Karakter var. Lakin o pidakar. Aşı Seyit'ini Türkiye'de tıllap ketken tılga, bolup atkan gıybetin, hemini siz mi alayısın, ben mi alayım? Seyit'in başka adam olsun, dat dep taşlap çıktı. Aşı koskun bakanmamdı o. Her işkil ticaret var. Lakin o, bağansı işkirlep boş işini kılmen davadı. Biz davagarlar, halkının bir gazinedeki gavheri biz. Meyli birbirimizden açığını keltirelim, biz özümüzle konuşmamız gerek. Lakin özümüzün şunda kıymetlik halkımızın ademi ekanligini tonish bilan birga o'zimizga salmoqni mi tonishimiz kerak? O'zimizga iqtidorni mi tonishimiz kerak? O'zimizdagi xalqqa qipiralaydigan o'lchimimizni mi bilishimiz kerak? Tangmasligimiz kerak o'zimizni xalqqa. Zo'rlamasligimiz kerak. İxtiyoriy sen xalqingni so'ysang, o'zi yetishib chiqadi bu narsa. Shunga men bu masalada shunda qarayman, YouTube'lardagi so'zlarni hisobga olmang. Onun 80%'ni Xitoy hukumati yozdirdi. Xitoyning chet elga qo'yib atgan odamlari yozdi. Bizning o'zimizning da'vogarlar uni qilmaydi. Xitoylar Uyg'urcha gap qilib yozdi. Shunga men hozirgi Seyit Turkning bu yig'inini kelgusida bu cho'ng bir bo'shliqni to'shqizdi. Bu Uyg'ur mustaqillik harakatining bir markaziy tashkiloti va vakil xarakterli tashkiloti bo'lib qoladi. Chunki surgunda hukumat bilan ikkisi birlashdi deb qarayman. Sürgün hükümetinin gap chiqdi. Bu qatim biz mu ko'rdik sürgün hükümetinin vakilleri mubokan bugungi yig'inda echilish marosimida ko'rdik. Sürgün hükümet bilan birlashish, ya'ni hammamizga ma'lum sürgün hükümet burun qurilgan. 14 yil bo'ldi. 14 yil bo'ldi. Keyin Ahmedjon Osmon apandi sürgün hükümetinin prezidentlik o'rniga chiqqandan yoqi sürgün hükümetinin harakatlari biroz to'rlarga chiqib, hali jonlanish qarabmadi. Oxirgi yillarga kelgan chog'da nihoyat jonlanadi desakmi bo'ldi burunga qaraganda. Ammo oxirida yana hükümetning ichida biroz ishlarni angladik, ya'ni shu internetdan parchalanishni ko'rdik. Bundan bir qancha yil burun Rabiyana men sizdan bir savol so'ragandim, balki esingizda bo'lishi mumkin. Nima uchun hukumatni jonlantirmaymiz? Nima uchun kuchlantirmaymiz? Sen balam hozir taxi payt emas. Biz bu hukumatni nihoyat kuchli chiqishimiz kerak, ammo uning bir payti keldi degansiz. Mushnoda mening yana bir so'raydigan savolim, bu payt hozir keldimi? Bu qatim surgun hukumatning mush yig'inda paydo bo'lishi bu paytning kelganini isbotlandi. Agar bu payt kelgan bo'lsa, bu hükümetni qanday jonlantiramiz? Millatimizning bu hükümetga hozir ehtiyoji bormi yo'qmi? Ehtiyoji bor. Dunyoning ehtiyoji bor. Hozir pishib yetildi shunday payt bo'ldi. Bir surgunda hukumat, mukammal bir surgunda hukumat o'tirib chiqish kerak. Necha yildan biz buni vaqt emas deyishga sababimiz, buni boshqarayotganlar mukammal emas. Tartib, rasmiy surgunda hukumatning tartibi yo'q. Bu da ma Seyit Turk bilan birlashganda mening qo'shilishga sababim, iqtidorlik odamlar ma'no to'shqiziladi. Ham butun xalqning salimi bilan bo'ladi. Bo'lgandan keyin buning ichiga iqtidorlik odamlar saplanadi. Saplangandan keyin bu rasmiy Uyg'urning surgunda hukumat bo'ladi. Ehtiyoji bor deyishki sababim, xalq hozir o'zimizning mustaqillikni qo'ldan ketgan vatanimizni, shu mustaqil bo'lgan davlatimizni askiliga akilish orzusiga %99% xalqimiz o'tdi. Hammasının şu arzusu var. Hiç kaçan bir talaş tartışlar bulavatı müstakillik, avtonomiya. Avtonomiya deydiğim menimce Uygur yok. Yok. Hammasi birbirini o'qishmaslik bo'lyapti. Menimce agaplarning bundan talashmaslik kerak. O kishilik huquq deganlarning o'zimi hargiz mustaqillikdan voz kechmaydi. Mustaqil deb turib
Ma meseleni manım bir yerde ben hazır langmanni yemekçi bolsam sayını siliştim burun çöpke koktatni siliştim burun langman yevatmayman ben mani koktatni silip yemen asma çünkü lagerning gepini ciddi vaziyette oğaşkı deymiz bizden sen müstakil bulamız abdunum deyip soruğa vakti bizden bir adam abdunum bulamız edip soru mu de soruğa vatmaydı biz davamlı müstakillik şuarı bilen ketiyatımız müstakil bulumuz muşundaq müstakillik halk hikime taşına boğa vaxtıda hatta başka devletlerge ketip aşı Suriye'ye ketip nim bolsak bulayla üleyle dep özünün cinini tutup begende halkka bu sürgündü hükümet halkın bir boşluğunu nahayet çoğun bir boşluğunu hem halkın istevatkan göz aldıdaki bir arzu muhabbetini toşkuzudu işençini turguzudu halkın onun dikin undaq bir parlament bunun bilen kurulgan dikin bunun vakti geldi Xitay özü bütün Uygur'unu kırıp tüketimen degen bolsa biz Uygur devletini eslimizde eketip seni qoğlap çıkırıp tüketimen degen signalını Xitay biridiğe vaktimiz geldi. Nayet yaxşı söz dep berdiniz. Rahmet sizge keş bolsun sizni avar qılıp yeni bir monit sözlüğü olduq. Hörmetli televizor köygüçiler bugün 9. ayının 28. günü biz Fransiya'nın Paris şehrinde Şarkı Türkistan Müstakillik Hareketi yig'inninki ichilish murosimidan chiqib rahbarimiz onamiz Robiya Qodir xonim bilan suhbat o'tkazdik. Ko'ngilingizga rahmat. Keyingi sonni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.